Bir xil oshirma xamir va parvoz kolbasa qo'shma mahsulotlardan zavtrak uchun 5 ta ideya. Bir xillikdan zerikkan bolajonlarimiz uchun o'zgacha usulda nonushta tayyorlaymiz. Sizlarga qaysi biri yengillik bo'lganini kommentariyada yozib qoldiring. Eng mazali oaziz salati ham boshqacha talqinda yana ham mazali. Kolbasa mahsulotlarini tanovul qilishda esa qalinligiga e'tibor beramiz va bu borada parvoz mahsulotlariga ishonamiz. Oshirma xamirimizni sosiska hajmiga qarab yoyib olamiz va sosiskani xamirga o'rab bir yonini qoldirib parday qilib kesib olamiz. Va xuddi shu ko'rinishda ochib chiqamiz. Tuxum sarqlarni surib qo'yamiz va pizzamizni tayyorlaymiz. Pepperoni pizzamiz uchun albatta parvozni tuzlangan kolbasasidan foydalanamiz. Va yana yong'oqdek xamirimizni qo'limiz bilan ochib, kolbasa, bulg'ora, pomidor, sir va yana kolbasa qilib terib olamiz. O'rtasini ochiq qoldirib, xuddi shu ko'rinishda eng ishonchli retseptni ko'rinib yana o'sha oshirma xamirimizni yoyamiz, sir, sosiska qo'yib sarqdan surtib, panirovchniy suxari qilamiz. Tillarang holatiga kelguncha qovurib olamiz. Oaziz salat uchun aysbergni qo'limizda maydalab, pomidor, ananas va qovurilgan kolbasa solamiz. Mayonez bilan aralashtiramiz va ta'm uyg'unligiga baho beramiz.